Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Qudratullo Alius kanalining qadrli va hurmatli obunachilari. Xudo xolasa hozirgi vaqtda biz Anvarxon hoji akamiz yoniga kelganmiz. Mana o'zinglar ko'rib guvoh bo'lib turganinglardek, inshaalloh sizlarga Ramazonda 2 va 3 kunligiga va 1, 2, 3 kunlikka narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa, u yerdagi holat qanaqa Makka mukarramadagi shu haqida video davomida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoga bittadan like deb bosinglar, ayamasdan videomiz ko'proq odamga tarqaladi. Albatta, sizlardan bizga tegadigan foyda shu bo'ladi, obunachilar. Assalomu alaykum hoji aka, kayfiyatlar qalay? Alaykum Salomatmisiz? assalom, rahmat, Xudoga shukr. Obunachilar bilan bir qator salomlashib olsangiz, videoni boshlasak. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Alloh taolo hammalaringizni niyatlaringizni ziyodasini ortiqdan yetkazsin. Hoji aka, endi qarang, reyslar qachonga bor? Sizda qanaqa paketlar bor? Nima afzalliklari bor? Shu haqida bir qisqacha intervyu qilamiz hozir. Ozgina vaqt ajratsangiz, bizga aytib o'tsangiz, hozir qayerlardan reyslar bor eng asosiysi? Asosiysi Toshkent va Vodiydan va Samarqanddan va Termizdan reyslarimiz bor. Toshkentdan, Samarqanddan, Termizdan reyslar bor. Vodiydan ham bormi? Vodiydan ham bor. Vodiydan, Vohadan, Toshkentdan reyslar bor. Hurmatli obunachilar, reyslarni birinchi aytib o'tayotganimizga sabab albatta bizni xoh Vohadan, Vodiydan, Tojikistondan ko'rishinglar mumkin. Sizlarga udobniy joydan reys tanlasanglar bo'laveradi. Lekin u joylarda bu videodan oldin aytib o'tganingizdek, mana bu fayz va afzal paketlari yo'q dedingiz. Nimaga unaqa? Chunki Vodiydan, Samarqand, Termizdan uchiradigan aksar mijozlarimiz agar xohlasalar Toshkentdan uchsalar fayz va afzal paketlarni tashkillashtirib beramiz. Toshkentdan uchadigan promo reyslarni aksarini o'sha eng qimmat, yaxshi, sifatli bo'lgan xizmatlarga boy bo'lgan, qo'shimcha xizmatlari ko'p bo'lgan fayz va afzal paketlarni faqat Toshkentga tashkillashtirganmiz. Agar Vodiydan va Samarqanddan va Termizdan agar jamoaviy, gruppoviy shunaqa jamoat yig'ilsa, ularga ham tashkillashtirib beramiz. Eng kamida nechta bo'lishi kerak? Eng kamida 40 ta bo'lishi kerak. Eng kamida agar 40 ta bo'lsanglar, aytgan viloyatinglardan maxsus paketlar tashkillashtirib beramiz ekan. Mana maxsusdami, fayzdami? Maxsusda ham, fayzda ham, afzal paketlarni ham. Albatta, hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya qilib qolardim. Eng qimmati, eng zo'ri, premium darajadeginisi albatta afzal paketlari bo'ladi. Endi buni to'liq ma'lumotini hoji akam o'zi beradi. Standart paketlar va fayz afzal paketlarning farqi shundaki, bir-biridan mehmonxonalarning yaqin uzoqligi va ichidagi qo'shimcha xizmatlari, qo'shimcha ziyoratlari, boradigan ekskursiya joylari va xizmat qiladigan ellik boshilarning bir-biridan farqlari bo'ladi. Tabiiyki, buni o'rtasidagi hisob-kitobidagi ham pulida ham farqi bo'ladi. Biz doim aytamizki, yoshi katta onaxonlarni jo'natayotganlar, ota-onasini jo'natayotganlar va umraga birinchi marta borayotgan odamlarga shu narsani tavsiya qilamizki, afzal va fayz paketlarni xarid qilishlarini tavsiya qilamiz. Chunki bu hayotlarida birinchisi va yoshi katta otaxon, onaxonlarga biroz mashaqqatlardan xoliroq, tinchroq, ko'ngil xotirjamroq bo'lishlik uchun fayz va afzal paketlar juda maqsadga muvofiq keladi. Lekin standart paketlar, arzon paketlar, ekonom paketlar bu 2, 3, 4 marta borayotganlar, qayta-qayta boradigan odamlar va ilm tajribasi, ko'nikmasi o'ziga yarasha bor bo'lgan mijozlarimiz uchun arzon standart paketlarimiz, ekonom paketlarimiz to'g'ri keladi. Lekin birinchi marta va yoshi katta otaxon, onaxonlar uchun standart ekonom paketlarimiz to'g'ri kelmaydi, tavsiya qilmaymiz narsalarni. Eng yaqin gastrisiz va uni narxi va paketini turi qanaqa bo'ladi? Shu vaqtgacha eng yaqin mehmonxonamiz Haram hududigacha 700 metr bo'lgan Samar Mis mehmonxonasi bo'lgan va undan tashqari yaqinroq bo'lgan mehmonxonalar Mirarovda, Fajrul Badiya 6, Vataniyada mehmonxonalarimiz bor. Eng uzoq mehmonxonamiz ayni paytda Daniya Makka mehmonxonasi Batqa Qurayshda. Batxon Qurayshda joylashgan. Undan keyin gastrisiya yo'q. Yo'q, Eng shu. oxirgisi shu. Hurmatli obunachilar, men sizlarga hech qachon ekonom paketda va standart paketda umra ziyoratiga borishlarni tavsiya qilmayman. Endi bunga kim borsa bo'ladi degan joyiga agar bir 40 yoshga yetmagan erkaklar jamoati bo'lsa, masalan, bir jo'ralar, do'stlar boraylik, umra qilib kelaylik desa, 600, 700, 800 dollardan ekonom paketlar chiqadigan bo'lsa, borsa bo'ladi. Nima sababdan? Chunki quvvati yetadi, haramga bemalol borib keladi. Eng ekonom paketdan birinchi o'rinda avtobus kam qatnaydi, ikkinchi o'rinda masofa uzoq bo'ladi. Albatta o'z nomi bilan ekonom bo'ladi. Atak yoshi katta ota-onalar bo'lsa, ayollar bo'lsa, u standart va ekonom paketlarni men iloji boricha tavsiya qilmayman, hurmatli obunachilar. Xabaringlar bor. Men o'zim standart paketni ma'lumotini berardim oldin. Endi hozirgi vaqtda maxsus afzal va fayz paketlarini ma'lumotini berishligimdan asli sabab nima deydigan bo'lsanglar, albatta bu standart paketdan ko'ra darajasi yuqoriroq bo'lgani hisobiga ziyoratchilar roziligi, kayfiyati yaxshiroq bo'lgani hisobiga har tomonlama buni o'yladim. Endi sizlarga faqat afzal va fayz paketlarini imkon qadar tavsiya qilaman, chunki albatta buni ziyoratlari ko'proq bo'ladi, servis xizmati balandroq bo'ladi. Shuni hisobiga sizlarga faqat afzal va fayz paketlarini tavsiya qilib qolaman. Hoji aka, endi qarang, obunachilarimizga tushuntirib bersangiz.
Standart paket qanaqa bo'ladi? Qaysi gостinitsiyaga tushadi? A, Fayz va afzal paketlari qaysi gostinitsiyaga tushadi? Uni ichida qanaqa ziyoratlar bor standartda? Maxsusda qanaqa ziyoratlar bo'ladi? Xo'p, Ramazon oyida odatda hech qaysi turfirmalar, aksar turfirmalar qo'shimcha ziyoratlarni, ekskursiyalarni Makkada Arafotga, Minoga, Muzdalifaga, Madinada Uhudga, Quboga, Qulatayinga boriladigan ziyoratlarni hammasini to'xtatishadi. Nima sababdan Standart to'xtatishadi? paketda to'xtatishadi. Chunki odatda Saudiya hukumati odam qatnovi ko'payganligi uchun va ziyoratchilar soni ko'payganligi uchun va ziyoratchilarga mashaqqat tug'dirmasligi uchun tabiiyki mana bunaqa safarni qisqartirishga harakat qiladi. Ko'proq doimgi odamlar Masjidil Haromda ibodatda bo'lsin degan niyatda mana shunday qilishadi. Transportlarni qatnovini cheklashadi. Avtobuslarni ayniqsa cheklashadi. Lekin maxsus paketda boradiganlar, afzal va fayz paketda xarid qilganlar, bular xususiy avtobuslarda, xususiy transportlarda ziyoratlari bo'ladi. Ibodatlarni o'sha mukammal bo'lishiga e'tibor qaratiladi va ularni o'sha umrlarida birinchi marta borayotgan bo'lsalar ham go'zal bo'lishlarini xohlaganlari uchun albatta borish kerak bo'lgan joylarga yil davomida qanday bo'lsa undan-da ziyoda qilib, afzal qilib olib borib tashkillashtiriladi. Qaysi gostinitsiyaga tushadi? Siz hozir maxsus paketda qarang, nimalarni va'da qila olasiz ziyoratchilarimizga, obunachilarimizga? Shu o'zingizdan kelib chiqib qaysi joylarda va'da qilasiz? Masalan, hozir videoda ko'rib o'tiribdi ziyoratchilarimiz, standart paketni xo'p biladi, oldin borgan ko'pchilik. Lekin maxsus qimmatligini hisobiga nima afzalligi bor buni? Shu narsalarni tushuntirib bersangiz. Xo'p, bittasi avtobuslar hal bo'ladi. Ramazon oyida, hurmatli obunachilar, firmalar, boshqa firmalar standart ekonom paketlarga avtobus bermayotgan vaqtida Hoji akamiz aytyaptiki, xususiy avtobuslarni yollab, qimmatroq bo'lsa ham deyapti. Ziyoratchilarimizga ziyoratlarni tashkillashtiramiz. Yil 12 qanday ziyorat bo'lsa, o'sha bo'ladi, undan ham ko'proq ziyorat bo'ladi deb va'da qilyapti. Xo'p, keyingisi qanaqa bo'ladi? Ravza masalasiga kelsak. Ravza. Mana bu afzal paketi va fayz paketlarida ravzaga kirishini garantiyalasizmi? Xudo xolasa inshaalloh bizdan ketgan afzal va fayz paketlarda borganlar hammalari shu vaqtgacha birontalari qolmasdan o'sha Ravza-i Sharifga kirdilar. Standart paketda borganlar endi o'zlari arzon xohlaganlar o'ziga yarasha sifati ham, o'ziga yarasha xizmati ham, puliga yarasha bo'ladi. O'shaning uchun biz doim Ravza-i Shariflarni kirishlarini hammasini Xudo xolasa qo'ldan kelguncha kafolatlab kelganmiz. Fayz va afzal paketlarni xarid qilganlarida inshaalloh Ravzaga albatta kiradilar, Xudo xolasa. Ravzaga inshaalloh kirishadi. Xudo xolasa. Agar ochiq bo'lsa, odamlar kirayotgan bo'lsa, Xuddi shunday. konkret kiriladi. Yopib qo'ygan bo'lsa, endi iloji yo'q. Ravza Xuddi o'zi shunday. yopiq bo'lsa, tagi yopiq bo'lsa, masalan, hurmatli obunachilar, shunaqa holat bo'lyapti hozirgi kunda. Standart paketlarda ziyoratchilar boryapti, lekin Ravzaga kirisha olmayapti. Nima sababdan Ravzaga kirisha olmayapti deydigan bo'lsanglar, firma tomonidan berilmayapti ziyoratchilarga. Tasdiqlar berilmayapti. Vizalari bor, vizalarga olib bersa bo'ladi, lekin olib berishmayapti. Chunki paket o'z nomi bilan standart, o'z nomi bilan ekonom. Eng arzon paket qancha bo'lyapti? Ko'pchilik talab qiladi, bizga arzoni kerak faqat deydi-da. Eng arzoni sharoitini tushuntirib bersangiz. Ayni paytdami yoki Ramazon oyidami? Ramazon oyida tushuntirib beravering. Ayni paytda hozir eng arzon paketimiz mana bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin, hozirgi kunda 850 beraveramiz. 850 dan bor. 850 dan beraveramiz. Daniya Makkani. Daniya Makkani. Hurmatli obunachilar, qaranglar, shu joyga e'tibor beringlar. 850 dollarlik paket. Buning ichida nima bor desanglar, ovqati bor, gostitsiyasi bor. 4 yulduzli bo'ladi, adashmasam. Daniya 3 Makka. yulduzli mehmon. 3 yulduzli mehmonxona, Daniya Makka. Undan keyin u yog'i cho'l. Nima deysizlar shunga? Makka bu yerda bo'lsa, Daniya Makka bu yerda. U yog'i cho'l, u tomoni o'sha Makka shahridan chiqib ketiladi. Shuni hisobini olib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. 6 kilometr uzoqlikda. 6 kilometrmi? 6 kilometrdan uzoq bo'lsa kerak. Batqa Qurayishdami? Batqa Qurayishda 6 kilometr chiqadi. Lokatsiya haramga uzoq, lekin atak sentralniy joy hisoblanadi. Chunki Batqa Qurayish degan как будто bitta tumanni hisobda sentralniy joyi bo'ladi. Albatta, u yerda do'konlar bor, kiradigan joylar bor, o'zbek restoranlari, arab va hind restoranlari bor. Sentralniy joy zo'r, lekin haramga borib kelishga neudobniy joyi nima deydigan bo'lsanglar, o'rtada boradi, Quday degan stankaga to'xtaydi. Quday degan stankada ikkita avtobusga chiqib turib, So'g'dagi boradi. Plusi nima, minusi nima deydigan vatandoshlarimizga, minusi agar Jumayza yoki Ajiyat yoki bu yoqdagi Ibrohim Halilulloh ko'chalaridan keladigan bo'lsanglar, stankaga uchasizlar, stankaga to'xtaydi avtobus, stankadan bu yog'i yana 200-300 metr bo'ladi haramgacha. Lekin So'g'dagi keladigan bo'lsalar, 100 metr So'g'ddan shunday o'tib olasizlar. Bu ekonom paketi plus tomoni. Ikkita stankaga boriladi, shuni hisobiga. Endi lekin minus tomoni nima deydigan bo'lsalar, hurmatli obunachilar, avtobusda kelasiz, boshqa avtobusga chiqasiz,
soatga borasiz. Agar bilmaydigan odam bo'lsa, adashib qolish hech gap emas. Bitta minus tomoni shu bo'ladi. Undan tashqari bir kunda 10 ta avtobus qatnaydi, adashmasam. Xuddi shunday. 10 vaqt avtobus qatnaydi, 24 soatni 10 ga bo'ladigan bo'lsalar, примерно bir 2,5 soatda bitta avtobus keladi. Shuni hisobini olinglar. Agar o'zingizlar yuraginglar siqilib ketib, tashqari issiq bo'ladi, avtobus kelmagani hisobiga men haramga tezroq borishim kerak, namozga kech qolyapman desanglar yoki ertaroq borishim kerak deydigan bo'lsalar, Batqa Qurayshdan 6 kilometrga haramga soatdagi taksi eng arzoni hozirgi vaqtda 20 riyolga boradi. 20 riyolingiz 72 ming so'm, 74 ming so'm pul bo'ladi. Примерно eng kamida 74 ming bitta borishingiz. Endi uni 4 ga chachgan taqdiringizda ham примерно 20 ming so'mdan tushadi. Bitta borishingiz o'zi, shu bitta xonadagi 4 kishi joylashasizlar, 20 ming so'mdan tushadi. Qaytib kelishinglar yana 70 necha ming ham bo'ladi. O'sha 150 ming hisoblang. Bitta haramga borib kelishinglar, bitta taksida 150 ming so'm bo'ladi 4 kishiga. Shuni hisobini olib qo'yinglar. Ekonom o'z nomi bilan ekonom bo'ladi. Lekin bu yoqda maxsusga va'da qilingan gastitsalar hozir qaysi edi? Mira Road edi. Mira Road, Fajr Badiy 6. Fajr Badiy 6 ga ham tushilyaptimi? Joy bo'lsa-lar tushiladi. Xuddi shunday. Fajr Badiy 6 Jumayza ko'chasida bo'ladi. Stankigacha hisoblaydigan bo'lsak, endi stankani o'zi bir 200-300 metr chiqadi. Stankigacha hisoblasak, примерно 1 kilometr atrofida bo'ladi. Mira Sama Al-Misk gastitsasidan sal o'tiladi. Bir 200 metrga yetar-yetmas o'tiladi. Undan keyin Fajr Badiy 6 gastitsasi keladi. Jumayza ko'chasi orqa tomonda Jannatul Mualla qabristoni Jin masjidi tomonlarda o'sha ko'chada bo'ladi, xudo xolasa. Niyat qilganlar bo'lsa bemalol Ramazon oyida yaqinroq gastitsadan xolasa piyoda borib kelishlikka, xolasa tinmay avtobus qatnab turadigan paketda borishlik yoki uzoq bo'lsa ham arzonda borishlikka niyat qilgan vatandoshlarimiz bo'lsa, pastdagi raqamlardan to'liq ma'lumot operatorlardan olsanglar bo'ladi. Xolasanglar mana $850 dan qilib qo'yibmiz. Mana hoji akamiz aytayapti, $850 ekonomlarni qo'yib yubordik. Shu Daniya Makkani ovqati bor, eng asosiysi ovqati bor, yotoq joyi bor. Menga qizig'i yo'q, yetib olsam bo'ldi. Bir kunda bir marta borib kelsam yetadi-da. Bir kunda bir martadan borganda 150 ming so'mdan 10 kunda примерно bir 1,5 million so'm pul ketar ekan hisoblasam. Menga bo'laveradi deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, agar qiziqadigan bo'lsanglar, Makkada 10 kun, 12 kun turadi ziyoratchilar, примерно taksini o'ziga bir 1,5 million so'm pul ketib qoladi. Agar bo'laveradi menga shu ham desanglar, shunday ketinglar. Agar yo'q, men piyoda borib kelishim kerak, yaqinrog'i kerak desanglar, hozir Miradan piyoda borishga imkoniyat bormi yo'qmi? Bor. Agar inson Mira Roaddan Masjidil Haromga piyoda boradigan bo'lsa, shu Ka'bani oldigacha 15-17 daqiqada yetib boradi. Tunneldan o'tiladi, ikkita Shunday tunnel. tunneldan o'tib borilganda. Tunnelda yo'l bor ikkala tomonda. Albatta. Mira Roaddan piyoda yurishlikka imkoniyatlar bor ekan. Lekin avtobusda yursa, menimcha 3 minutda borsa kerak ekan. Avtobusda 3 daqiqada yetadi. Avtobusda borsangiz 3 minutda borasizlar, chiqasizlar. Agar avtobus bo'lsa, avtobusga chiqasizlar, avtobus bo'lmasa piyoda shunday solsanglar, uzog'i qayerdan chiqadi? Orqa tomondan chiqadi. Safo Marva tomonda nima Jumayzaning yonidagi katta stankaga tushadi. O'shaga G'azzo chiqadi. degan stanka bor, o'sha joyga tushiladi. Hurmatli obunachilar, sizlarga imkon qadar men maxsus va fayz paketlarini tavsiya qilib qolaman. Afzal paketlarini, ya'ni sababi nima desalar, aytib o'tganimdek, jo'natadigan odamlar, ota-onalar bo'lsa qiynalib qolishi mumkin. Agar o'zingizlarda toqat quvvatim yetadi, men do'stim bilan ketyapman yoki o'zim ketyapman, yetib olsam bo'ldi, men qizig'i yo'q deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, ekonom paketda ketsanglar bo'laveradi. Chunki ovqati bor, avtobus bor. Avtobusga ham endi qisilib ulgursangiz bo'ladi, lekin yosh katta odam qisila olmaydi. Turib ketishini o'ylaylar 6 kilometrga. 6 kilometrga vallohu alam probkani hisobini olsanglar bir 20 minut yo yarim soatda borasizlar. Shuni ham hisobidan qo'yinglar. Ikkita avtobusga chiqib, ancha mashaqqati bor baribir. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa video tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maxsus paketda ziyoratlarni video davomida albatta sanab o'tdik. Hammaga tavsiya qilamiz. Keyingi reys aytib o'ting, o'shandan keyin tugatamiz videoni. Xudo xolasa, haftani har dushanba kunlariga reyslarimiz mavjud. Maxsus va afzal fayz paketlari, haftani har 2 kunlarida esa standart paketlarimiz bor. Har dushanba kuni maxsus paketlar bor ekan, xudo xolasa, niyat qilgan vatandoshlarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlar bor, to'liq ma'lumotlarni operatorlar berib o'tadi. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Reyslarimiz Toshkentdan, Vodiydan, Vohadan bo'ladi. Xayr hammaga, sog' bo'linglar.